Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündilik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Hammalarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugungi xəvərlər proqramımızning təfsilatida bo'lsin. 24 oktyabr günü Birleşken Devletler Teşkilatı kurulganlıqının 76 yıllıqı təbriklәndi. Arqadan yana 25 oktyabr günü Xitay özünün 1971 yılı Birleşken Devletler Teşkilatıga a'zo bo'lib kirganligining 50 yilligini xotirladi. Xitay davlat raisi Xi Jinping Kommunist Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatıga a'zo bo'lganligining 50 yilligi munosabati bilan qilgan televiziya nutqida bu 50 yilda Xitoy xalqi dunyoning har qaysi joylaridagi kishilar bilan ittifoqlik va hamkorlikda turib, xalqaro barobarlik va adolatni saqlab, dunyoning tinchligi va taraqqiyotiga ko'rinarlik töhfə qo'shdi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti Birleşken Devletler Teşkilatı Xavfsizlik Kengashining doimlik a'zosi bo'lish sifati bilan o'z mas'uliyati va burchini sodiqlik bilan ado qildi. Birleşken Devletler Teşkilatı nizomnomasining maqsadi va prinsipida ching turib, Birleşken Devletler Teşkilatıning xalqaro ishlarda o'ynaydigan markaziy rolini saqlab keldi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti Birleşken Devletler Teşkilatı nizomnomasi va kishilik huquq xitobnomasining ruhi bilan harakat qilib, Xitoyning kishilik huquq taraqqiyotiga va xalqaroning kishilik huquq ishlariga zo'r töhfə qo'shdi deb bildirdi. Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida Xitoyning 50 yildan buyon bo'libmi iqtisodiy taraqqiy qilgandan keyin izchil holda Birleşken Devletler Teşkilatı nizomnomalarini o'zgartirishga, uni o'zi uchun xizmat qildirishga urinib kelganligini bildirdi. U munolarni ta'kidlab o'tdi. Xitoy hukumati keyingi yillarda iqtisodiy kuchidan foydalanib, Birleşken Devletler Teşkilatı nizomnomalarini o'zgartirishga, uni o'ziga foydali holatga akilishga harakat qildi. Bo'libmi kishilik huquq xitobnomasidagi insonlarning tug'ilishdan hur tug'iladiganligi, kishilik huquqi, izzati, g'ururi bilan yashash huquqi bo'ladiganligi haqidagi moddalarni o'zgartib, fuqarolarning qo'rsqini to'yg'izishmi kishilik huquq degan moddani kirgizmoqchi bo'lganiga biz shohid bo'ldik. Darvaqa yaqinqi yillarda Xitoy hukumatining Birleşken Devletler Teşkilatıni va uning apparatlarini o'z ta'siri ostiga elish harakati kuchli diqqat qo'zg'ashga boshlagan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bu vaqtda bir qancha muhim dokument e'lon qilgan. Ular Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatıning kishilik huquq mexanizmlarini palach holga tushirib qo'yish nomli dokumentida Xitoy o'z ichidagi 1 milliard 400 million kishining kishilik huquqiga tahdid sepla qolmay, dunyoning kishilik huquqini qo'g'daydigan sistemasini ojizlashtirish orqali hamma kishining huquqiga tahdid paydo qilmoqda degan. Amerika Kor Analiz Markazining boshlig'i doktor Andres Korma Xitoyning davomli Birleşken Devletler Teşkilatı prinsiplariga xilof harakat qilganligini aytdi. U ilxitida mundaq degan: Xitoy Birleşken Devletler Teşkilatıning prinsiplarini qo'llaydiganligini aytgan bo'lsa-mu, amaliyotda u har vaqt Birleşken Devletler Teşkilatı kishilik huquq xitobnomasiga xilof harakatlarni qildi. Jumladan bu uning davomli har xil yo'llar orqali ta'sir ko'rsatish harakatlarini o'z ichiga oladi. Xitoy davlat ichida irqiy qirg'inchilik siyosati yurgizdi. Tibetdan Sharq Turkistongacha bo'lgan ziminlarni qo'shib oldi. Janubiy dengiz va Himolaya teg'ining bir qism rayonlarini tortib oldi. Mana bularning hammasi Xitoy Kompartiyasi hokimiyati tomonidan ilib berildi. Underscore apandi ayni chog'da Tayvanning o'rniga Xitoy Kompartiyasi yetakchiligidagi kommunist Xitoyni Birleşken Devletler Teşkilatıga a'zo qilib ilib kirish zo'r xatolik edi deb ta'kidladi. Dolqun Aysa apandining aytishicha, garchi Birleşken Devletler Teşkilatı bir qarmoqqa ojiz va uning qarorlarining hech qanday majburlash kuchi yo'qdek ko'rinsimi, biroq u yanada davlatlarning harakatini mustaqil holda kuzatib turadigan va insonparvarlik xizmatlarini yuritadigan birdan-bir xalqaro organ bo'lib, Xitoy uning muhimligini bilgachga uningga ta'sir ko'rsatishga tirishib kelgan. Xitoyning Birleşken Devletler Teşkilatıdagi ta'siri 1971 yili Xitoy bu tashkilotga a'zo bo'lib kirgandan buyon uzluksiz kuchaygan. 2018 yilga kelganda Xitoy Birleşken Devletler Teşkilatıga eng ko'p pul iyona qiluvchi davlatlarning biriga aylangan. Uning iyonasi 2019 yili Birleşken Devletler Teşkilatı xomchotining 12%ni tashkil qilgan bo'lib, Amerikadan qosili 2-chi o'ringa o'tgan. Yaqinqi yillardan buyon Birleşken Devletler Teşkilatıga qarashliq Oshliq va Yezi egilik tashkiloti qatorliq nurg'un apparatlarning boshliqligiga Xitoylar tayinlanishga boshlagan. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bu vaqtdagi dokladida Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi va boshqa mablag' turlarini va'da qilish badaliga ko'p qism iqtisodiy ojiz davlatlarni o'ziga qartayotganligini ta'kidlagan edi. Dolqun Aysa apandining aytishicha, Xitoy hukumati garchi Uyg'ur masalasiga o'xshash Xitoy anglashni xohlamaydigan masalalarning Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy kengashi, xavfsizlik kengashida tilga ilinishini to'sib kelgan bo'lsa-mu, biroq hozir yanada ko'p davlatlarning Xitoyning ta'sir ko'rsatish harakatini to'nib yetishi, bo'libmi demokratik davlatlarning Birleşken Devletler Teşkilatıning qurilish prinsiplariga sodiq qilishni har vaqt ta'kidlashi natijasida Xitoy o'z maqsadlariga to'liq yetolmay kelmoqda ishkan. Bo'libmi bu tirkishish Uyg'ur masalasida ro'shan ifodasini topmoqda ishkan.
Texi yaqında Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Kengashining alayida yig'inida Amerika boshliq 43 davlat birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan bostirishlarni yana bir qitim qattiq ayiblagan va Xitoydan Birleşken Devletler Teşkilatıning maxsus xodimlarini o'z ichiga olgan alayida bir ziyorat gruppasining Sharq Turkistonda cheklamasiz, to'salg'usiz tekshirish ilib berishiga darhol yo'l qo'yishni talab qilgan edi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Kengashi yig'inida 2019-yili Xitoyning jazo lagerlariga qarshi birlashma bayonot e'lon qilgan davlatlarning soni 23 bo'lgan bo'lsa, 2020-yili 39 ga yetgan. Bu yil Turkiya, Portugaliya qatorliq davlatlarning qo'shilishi bilan soni o'rlab 43 ga yetgan. Oldingi yili yana Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hüquq Kengashidagi mustaqil tekshiruvchilar maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoyning kishilik huquqqa qilayotgan keng ko'lamli dafsandichiliklari va uning Birleşken Devletler Teşkilatı nizomlariga xilof qilayotgan harakatlarini qattiq tekshirishni talab qilgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining qo'llashi bilan Hadam Nada nomli hujjatli film 14-oktyabrdan e'tiboran Amerikaning Germaniyadagi bosh elchixonasi va konsulxonalarida qo'yilishga boshlagan. Amerikaning Berlindagi bosh elchixonasi va Myunxen shahridagi konsulxonasida o'tkazilgan mazkur filmni ko'rsatish murosimi Dunya Uyghur Qurultiyining raisi Dolqin Aysa apandi bilan mazkur filmdagi bosh personaj Uyghur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas xonimning ichilish nutqi bilan boshlangan edi. 26-oktyabr yana bu filmning qo'yilish murosimi Germaniyaning cho'ng shaharlaridan biri bo'lgan Leipzig shahrida o'tkazilgan. Murosimga har qaysi davlatlarning Leipzigdagi diplomatlari hamda Germaniyadagi ko'plagan kishilik huquq faoliyatchilari, Uyg'urshunoslar, mustaqil tadqiqotchilar qatnashgan. Roshan Abbas xonim Leipzigdagi murosimda nutq so'zlashga taklif qilinganda, Sharq Turkistonda yuz berayotgani yolg'iz kishilik huquq dafsandichiligi emas, balki bu buyuk bir insoniy krizis, bir millatning yer yuzidagi yo'qolish tragediyasi. 21-asrning yuz qarisi deganlarni tilga olgan va kishilardan insonlik sufati bilan sukut qilish jinoyati orqali Xitoyning jinoyatlariga sherik bo'lmaslikni, o'rnidan dast turib, haqiqat uchun so'zlashini talab qilgan. Bugun ya'ni 28-oktyabr kuni Hadam Nada nomli hujjatli filmning qo'yilish murosimi yana Finlandiya poytaxti Helsinki shahridagi Amerika elchixonasida o'tkazildi. Roshan Abbas xonim bu vaqtda to'xtalganda, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga hozirga qadar sukut bilan muomala qilayotgan Finlandiya diplomatlariga oz to'la ta'sir ko'rsatish niyatida ekanligini eskartdi, hamda bu qitimqi 2 haftalik Yevropa safarining yolg'iz filmning qo'yilish murosimiga qatnashishlar emas, balki g'arb diplomatlarini Uyg'urlar uchun qo'zg'atishni maqsad qilganligini ta'kidladi. Hadam Nada nomli hujjatli film Roshan Abbas xonimning Xitoy turmasidagi hadisi Gulshan Abbasni qutuldirish tirishchanligi orqali Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni dunyoga tonitish yo'lida ilib borgan kurashlari bosh tema qilgan bo'lsa-mu, filmda yana ko'plagan mutaxassislar, tadqiqotchilar, muxbirlar, diplomatlar va oila taobatlari Xitoyning turmasida yoki lagerlarda bo'lgan chet eldagi ko'plagan Uyg'ur da'vogarlarining fikrlariga, yurak so'zlariga keng o'rin bergan edi. Amerikaning Yevropadagi elchixonalari bu filmning real qimmatiga binoan film dunyo xalqiga oshkora qilinishdan ilgari uning dastlabki qo'yilish haqqini setib olgan va g'arb diplomatlarga, aktiv kishilik huquq faoliyatchilariga Sharq Turkistondagi haqiqiy reallikni bir qadam bo'lsa-mu boldir bildirishni loyiq ko'rgan. Xitoyning dahshatli zulmlariga, insoniy dafsandichiliklarga, irqiy qirg'inchiliklarga doir faktlarni o'ziga mujassamlagan 75 minutlik bu film oxirgi tuzatishlardan keyin ondan oshkora qo'yildi ekan. Mazkur filmning rejissyori Javit Mir apandi bu munosabat bilan qilgan so'zida Xitoyning inson qalbidan chiqqan vahshiyligi, dunyo jamoatining Uyg'urlarning beshiga kelgan bu baloyi ofatlarga sal qarashi, dunyoning diqqat e'tiborini ta'xirsiz holda Uyg'urlar masalasiga markazlashtirish zaruriyatining bu filmni ishlashga turtki bo'lgan asosiy omil ekanligini tilga ilib, bu filmni ko'rgan hamma odam fikr qilsin, yakunda xalqaro jamiyat o'zi chiqasin dedi. Amerika Davlatlik basketbol birlashmasi NBA'ning 27-oktyabr Boston shahrida o'tkazilgan musobaqasi jarayonida Boston Uyg'ur jamiyatining raisi, tanilgan biologiya olimi professor doktor Maya Mutalipova boshchiligidagi bir guruh Uyg'ur Anas Kanterga tashakkur bildiramiz degan xatlar tushirilgan lozungini ichib, Uyg'urlarni jasurlik bilan qo'llagan NBA mayra Anas Kanterga bo'lgan sevgi va minnatdorligini bildirishdi. Ularning bu harakati tomoshabinlarning va matbuotlarning intayin zo'r diqqatini qo'zg'adi. Amerika Davlatlik basketbol birlashmasi NBA'ning turk mayri Anas Kanter yaqinda o'tkazilgan basketbol musobaqalariga Tibetga erkinlik, Uyg'urlarga erkinlik degan xatlar bilan Uyg'urlar va Tibetning bayrog'i kirishtirilgan karton rasm bilan tushirilgan o'zgacha tantarbiya oyg'ini kiyib qatnashgan edi. Ondan boshqa yana Anas Kanter 22-oktyabr Twitterda so'z qilib, Xitoyning Uyg'ur lager tutqunlarini bo'shatishga, Uyg'urlarga erkinlik berishga chaqirgan. U yana musulmon davlatlarning Uyg'urlar masalasidagi pozitsiyasi nomussizlik va munofiqlik deb ayblagan. Anas Kanter buning sal oldida Tibetlarga erkinlik talab qilganligi sababli uning komandasi Boston Celtics'ning Tengshun to'ridagi basketbol o'yinlarini cheklab qo'ygan. Biroq u buning orqada Twitterda Uyg'urlarni qo'llab video e'lon qilgan.
U mundaq degan: "Irqiy qirg'inchilik yuz beryotidi. Shu topda men dal bu so'zlarni qilayotgan vaqtning o'zida qiyin qistoq, majburiy bola tushirish, majburiy tug'mas qilish, oilalarni pochilash, jazo lagerlari, siyosiy qayta tarbiyalash lagerlari, majburiy emgak qatorliqlar yuz beryotidi. Bularning hammasi shu topning o'zida 1,800,000 dan ortiq Uyg'urlarda, ya'ni Xitoyning g'arbiy shimolidagi Xinjiang degan joyda yuz beryotidi. Enes Kanter yana Uyg'urlarning musulmon turkiy qavm ekanligi, ularning o'z dini, madaniyati, tili, tarixi va kimligini saqlab kelganligi uchun Xitoyning yo'qotish nishoniga aylanganligi, Xitoy hukumatining ularni yo'qolang bahonalar bilan yo'qotayotganligini ta'kidlagan. U yana bu qirg'inchilikqa sukut qilgan va uni ko'rmaslikka selayotgan musulmon davlat rahbarlarini tanqidlagan. U Pokiston bosh ministri Imron Xon, Saudiya Arabiston podshohi Salmon bin Abdul Aziz, Arab birlashma xalifaligining amiri Muhammad bin Zoid, Iran prezidenti Ibrohim Raisiga xitob qilib, Xitoy bilan savdo qilish va pul tepishni kishilik huquqdan ustun o'rniga qo'yishinglar nomussizlik va munofiqlikdir degan. U yana Misrlik dangliq futbol cho'lpini Muhammad Salah, Amerikalik basketbol cho'lpini Karim Abdul-Jabbar, Hindistonlik kino cho'lpini Amir Xonlarni Uyg'urlar uchun so'zlashga chaqirgan. Garchi Xitoy taraf Enes Kanterga qattiq norozilik bildirib, uningga tahdidlar yog'dirgan bo'lsa-mu, ammo Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo qatorliqlarni o'z ichiga olgan yuqori darajalik arboblar Twitterda bayonot e'lon qilib, Enes Kanterning bu jasur harakatini o'p-ochiq qo'llab kelmoqda. Amerika tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida Enes Kanterning fikr qilish erkinligiga va insoniy haq-huquqlarni qo'g'dash yo'liga ilib borgan bu xil harakatlarga hurmat qiladiganligini bildirgan edi. Oldingi kuni Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining muxbiri Shuhrat O'shir apandining telefon ziyoratini qabul qilgan Sichuandagi bir emgak kuchi yetkash mulozimat shirkatining xodimi bu yil 6-oyda Qashqardan 3000 dan ortiq emgak kuchini Nanjangdagi 2 fabrikaga yetkazganligini oshkorlagan edi. Bugun yana Shuhrat O'shir apandimning telefon ziyoratini qayta qabul qilgan bu xodim mazkur 3000 dan ortiq ishchining tarkibi haqida ba'zi ma'lumotlarni berdi. U bergan ma'lumotida Nanjangga yetkazilgan mazkur 3000 dan ortiq emgak kuchining 30%ning 16-18 yosh orasidagilar, ya'ni o'smirlar ekanligini oshkorladi. Lagerlar qurilgan 4 yildan buyon majburiy emgak haqida ko'plagan xabarlar berilgan va bu vaqtda Amerikada qonunlar tasdiqlangan bo'lsa-mu, ammo majburiy emgak kuchlari orasida o'smirlarning mubolag'a ta'kidlanmagan edi. Mazkur shirkatning to'rda tarqalgan e'lonida 2000 dan ortiq o'rta texnikum va oliy maktab bitirish oldidagi emgak kuchi borligi bayon qilingan. Mazkur xodim bergan ma'lumotida bularning oz bir qismining, ya'ni 13%ning oliy maktab ma'lumotiga, qolgan 87%ning bo'lsa o'rta texnikumdan tuvan ma'lumot saviyasiga ega ekanligini bayon qildi. U yana emgak kuchlarining o'qish bitirish oldidagilar emas, ularning bir qismining tarbiyalash markazlaridagi, ya'ni bir qismining bo'lsa jamiyatdagi kishilar ekanligini tilga oldi. U tarbiyalash markazidan chiqqan emgak kuchlarining ishchan va bexatar kishilar ekanligi, ularning hammasining xitoycha biladiganligini eskartdi. Mazkur xodim yana bu emgak kuchlarini yetkazish uchun Qashqardagi doiralar bilan hamkorlashganligini eskartdi. Ammo u qaysi organ bilan aloqalashganligi haqida ma'lumot bermadi. Tojikiston Xitoyning Tojikiston-Afg'oniston chegarasi atrofida yana bir harbiy baza qurishini tasdiqlagan. Bu vaqtdagi xabarlarda aytilishicha, bu Xitoyning mazkur rayonda o'zining bexatarlik ta'sirini kengaytirayotganligining eng yangi ifodasi ekan. Bu Xitoyning Tojikistonda qurgan tunji harbiy bazasi emas. Ondan burunmu Tojikistonning Vaxan koridoriga yaqin Morg'ab rayonida harbiy baza qurib, faoliyat ilib berayotganligi xabar qilingan. Ozodlik radiosining xabar qilishicha, Tojikiston parlamentining Tuvan palatasi 27-oktyabr ovoz berib, Tojikiston ichki ishlar ministrligi bilan Xitoy jamoat xavfsizlik ministrligi orasida imzolangan harbiy baza qurish kelishimini tasdiqlagan. Tojikistonning birinchi muavin ichki ishlar ministri Abdurahmon Olam Shahzoda harbiy bazaning Tog'liq Badaxshan avtonom oblastining Vaxan yesida quriladiganligini aytgan. Ozodlik radiosi bu vaqtdagi xabarda yana Dushanbedagi Xitoy elchixonasining tashqi ishlar ministrligiga yo'llagan Tojikiston hukumatining bu davlatdagi mavjud Xitoy harbiy bazasining to'liq kontrolli huquqini uningga o'tkazib berish, Xitoyning harbiy yordami badaliga bazaning ijara haqqini olmaslikni taklif qilganligi haqidagi hujjatini ko'rganligini bildirgan. Xabarda aytilishicha, bu hujjatdagi harbiy bazani Xitoyga o'tkazib berish taklifini Xitoy davlat mudofaa ministri Wei Fenghe bu yil 7-oyda Tojikistonni ziyorat qilganda prezident Imom Ali Rahmonning o'tirg'a qo'yganligi aytilgan ekan. Wei Fenghe shu qitimliq ziyoratida Xitoyning Tojikiston bilan terrorlikqa qarshi hamkorlikni kuchaytirishini, terrorlik harakatlarining chegara holiqishining birlikda oldini olishni xohlaydiganligini aytgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq programımız görüşəyli. Görüşkice aman boğaysılar. Xeyri xoş.